Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, hammaga xayrli kech. Sizlar bilan gaplashadigan bir qancha mavzuda gaplarimiz bor. Hammalarni bitta vaqtga yig'ib bir majlis qilamiz dedim, lekin ko'pchilikning vaqti to'g'ri kelmayotganligi uchun ishlaydigan onalarimiz bor, yosh bolali onalarimiz bor. Shunga hech bo'lmasa video orqali gaplashib, fikr almashib turamiz dedim. Bir nechta mavzularda demak gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, hozir bizada savollar bo'lyapti. Qizlarimiz orasida ham, onalarimiz orasida ham, ya'ni bu dizaynerlik, tikuvchilik darsimiz qachongacha davom etadi, qayoqqacha, oxiri bormi? Nega andaza o'rganishmayapti? Nega faqat o'zligizga tikishyapti, boshqalarga tikishmayapti? Nega ruxsat bermayapsiz? Faqat shunaqa o'zligizga kiyim tikib yuraveradimi degan savollar bor. Men bugun imkon qadar nega bunaqa yo'l tutayotganimizni va yo'limiz qayerga ketayotganligini, nega aynan bunaqa metodika tanlanganini sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Sizlardan iltimos, ko'pinglarni yoshinglar mendan katta, sizlarning hayotiy tajribangiz ham ko'p. Agar men nimalardir o'tkazayotgan bo'lsam, to'g'ri tushunmayotgan bo'lsam yoki menga ko'rinmayotgan bo'lsa, buni aytinglar. Buni ham imkon qadar ko'rib o'rganishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi men o'qishimiz haqida qisqacha gapirishga harakat qilaman. Xo'p, xabaringlar bor, bizda ikkita yo'nalish bor, ya'ni kichkina gruppa bor, bu 18 yoshgacha va katta gruppamiz 18+. 18 dan katta qiz ayollarni qabul qilamiz. Xo'p, birinchi katta gruppa haqida, u gruppamiz qanaqa? 18 dan oshgan ayol qizlarni qabul qilamiz. Ular 1 yil davomida o'qishadi, haftasiga 3 marta 4 soatdan kelishadi. Qabul qilishdan oldin bir qancha shartlarimiz bor, ya'ni 1 yil davomida o'qishga muntazam kelishi, bu yaqin orada turmushga chiqmasligi, homilador bo'lmasligi, yosh bolasi yo'qligi, hammasini hisobga olib keyin qabul qilamiz. Chunki o'qish davomiyligini ta'minlamasa, keyin undan tashqari biz ko'p uyushib beramiz, ularni qilishga sharoiti bo'lmasa, biz kutgan natijani ola olmaymiz. Shuning uchun ham katta gruppaga o'quvchi qabul qilishimiz ozgina qiyinroq, talablarimiz ko'pda. Mashina masalasini hal qilamiz, ya'ni uyda mashinangiz bo'lsin, olib qo'ying deymiz. Va 1 yil davomida uzluksiz kelishganligi uchun o'zligisini ustiligida hamma masalalarni, ya'ni ikkilamchi bo'lgan masalalarni yashirib qo'yib, bor e'tiborligisini qaratib, biza bergan uy vazifalarini vaqtida, punktualniy qilib, joy-joyida qilib bajarib o'qishsa, ularga 1 yil davomida ham tikuvchilikdan, ham dizaynerlikdan o'sha programmamiz bo'yicha bilimlarni berib 1 yilda chiqarib yubora olamiz. Endi bu jarayon har xil, kimdadir 1 yildan oshib ketadi, 2-3 oyga, kimdir 1 yilga ham bormaydi. O'ziga qarab turib, vaqt ajratish salohiyatiga qarab turib bitkazib chiqib ketadi. Endi kichkina gruppamizda qanaqa? Kichkina gruppamizda 18 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz bor, maktab o'quvchilari asosan. Xo'p, ular bilan haftasiga faqat 2 marta ko'rishamiz. 1 marta tikuvchilik, 1 marta dizaynerlik bo'ladi. Xo'p, ularga uyushib bermaymiz. Ular bilan uyda mashina bo'lish shartini qo'ymaymiz. Ular bilan orada kelmay qolmaysan yoki o'qishga pererif olmaysan degan shartlar, ya'ni shartnomalar qilmaymiz. Va ularga programma bermaymiz, hech qanaqa programma asosida o'qitilishmaydi. Andaza, ya'ni texnologiya masalasida andaza, bichish, undan keyin konstruksiya darslari deyarli o'tilmaydi. Ular faqat ularga sxema beraman, o'sha sxema bo'yicha o'zligisi bichishadi, ya'ni tayyor sxemadan bichishadi va faqat o'zligisiga kiyim tikishadi. Endi sizlarda savol tug'ilyapti, nega bunaqa? Nega bular ham katta kurslarga o'xshab tikish ozgina o'rgangandan keyin andazalarga, boshqa mavzularga o'tishmaydi yoki boshqalarga kiyim tikishmaydi degan savol bor. Xo'p, men shu savolga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, avvalo biz kelishib olaylik. Qizlarimiz ertaga bu sohada davom etishadimi? Yoki bo'lmasa bu shunchaki krujok sifatida havasga kelishyaptimi? Agar sizlar aytsanglar, yo'q, men qizimni o'qitaman, men
institutga kiradi, karyera qiladi, shu sohada ishini rivojlantiradi va biza qo'llab-quvvatlaymiz desanglar, bu alohida masala. Agar yo'q, bu xuddiki krujok vaqtinchalik, men baribir ertaga buni uzatib yuboraman yoki boshqa rejalarimiz bor desanglar, unda alohida mavzu bo'ladi. Xo'p, onajonlar, avvalo tikuvchilik, men shunaqa qarashinglarni xohlardim. Tikuvchilik emas, tikuvchi dizaynerlik deb aytaylik. Chunki hozir faqat tikuvchi bo'lishingiz bu hech narsani hal qilmaydi. Tikuvchi dizaynerlik ham xuddi boshqa kasblarga o'xshab, arxitekturaga o'xshab yoki o'qituvchilikka, bilmadim, shifokorlikka o'xshab, bu ham bitta kasb. Bu kasbni ham o'qish uchun 4 yil oliygohda o'qiladi, o'rganish uchun 4 yil oliygohda o'qiladi. Nega endi buni yo'l-yo'lakay o'rganib ketish kerak? Ya'ni maktab bilan birga assotsiatsiya qilib, maktabni bitirgandan keyin ham maktabni bitirib, ham tikuvchi bo'lib ketish kerak. Unaqani iloji yo'q. Chunki bu kasbda ham shunaqangi mexanizmlari borki, bu yosh bilan bog'liq. O'zini ma'lum qabul qila oladigan yoshi bor. Ya'ni mana andaza masalasiga kelyapmiz. Yoshi bilan bog'liq deganimda aytmoqchi emasman, qizlarimiz kichkina andazani qila olmaydi, aqli yetmaydi deya olmayman. Qizlar juda ham aqlli. Men masalan 13-14 yoshda nima qilib yurganim to'g'risi yaxshi esimda yo'q. Lekin qizlarni hammasi молодец. Hammasini aqli hushi joyida. Ular buni eplay oladi, lekin bu yerda boshqa narsa bor. Ya'ni mas'uliyat degan narsa bor. Andazani o'rganish uchun faqat aqlli o'zini yetishi, hisob-kitobni bilib, aytganimiz shablonga ko'chirishi kerak emas. Bu yerda mas'uliyat degan narsa bor. Ya'ni andaza mavzulari shunaqangi zerkarliki, kishi bilmagan odamga. Bu uni zeriktiradi. Agar unda men buni nimaga o'rganyapman o'zi, menga nimaga kerak, ertaga hayotimni qaysi momentini o'zgartirib yuboradi bu narsa, bu qanchalik muhim degan savollar bo'lmasa, buni o'zi ongli tushunmasa, uni o'rgana olmaydi. Bu uni zeriktiradi, juda ham zeriktiradi. Masalan, katta gruppalarimizda 18 yoshdan oshgan qizlarimizda ularda endi maktabni bitirdi, demak katta hayot ostonasida turishibdi, o'sha buyog'i turmush bo'ladi, boshqa ishlar bo'ladi yoki pul topish kerak bo'ladi yoki ishlash kerak bo'ladi. Ular endi hamma diqqatini bitta joyga jamlab, mas'uliyatni bo'yniga olib, shu andaza mana shu tikuvchi dizaynerlikni bazaviy asoslari, buni o'rganmasam bo'lmaydi degan mas'uliyatni bo'ynilagisiga olishgani uchun yaxshi o'rganishadi. Boy ichidagi qiyinchiliklarni yengib keta olishadi. Qiyinchiliklarga ham sabr qila olishadi. Bu qizlarimizda hali bu narsa yo'q o'zi xayolida. Chunki hali yosh, ular bu mas'uliyatni olish uchun hali juda yosh. Shuning uchun bu ularni juda ham zeriktirib qo'yadi andaza. Keyin hop andazani boshladik. Bu yog'i nima? Masalan, bitta asos andazani o'rganish bu hech narsani hal qilmaydi. Etapma-etap davom etadi. Masalan, bitta asos andazani boshladik, undan keyin anaqaga o'tishimiz kerak. Modellashtirishga o'tishimiz kerak. Keyin o'sha texnologiyaga o'tishimiz kerak. Keyin o'sha qiyin fasollarga o'tishimiz kerak. Andazalarni bizni sochib tashlab, boshqatdan yig'ish darslarimiz bor. Ularga o'tishimiz kerak. Bu shunaqangi qiyinki, agar sizni bu darslarni bitkazgandan keyin anta tayinli tajriba uchun tayinli ish kutib turmagan bo'lsa, 2 oy yetadi bu hamma darslarni esdan chiqib ketishiga. Katta gruppamizdagi ayol qizlarimiz shunaqangi nastroyda bo'lishadiki, ular mana o'qishni bitkazishdi va ulardagi reja tayyor. Ular bitkazishadi, tajribaga ulanib ketadi hayotligisi. Aytaylik, o'sha masalan bitta qizimiz o'sha sex ochgan, ham bu yoqda o'qib, ham bu yoqda sex bilan ishlaydi. Bitta qizimiz masalan o'sha atelyeda ishi bor, ham bu yoqda o'qib, ham atelyeda ishlaydi. Yoki ish o'rni tayin yoki qanaqadir mo'ljallari bor, bu yerda bitirsa, sразу ishga o'tadi. Ya'ni ularni tajriba uchun ishligisi tayin. Shuning uchun ular o'sha o'qishni bitirgandan keyin tajribada boyagi ilmlarini davom ettirib ketisha oladi. Bu qizlarda bu narsa yo'q. Bular shunchaki o'tib ketib, u yog'i shunda to'xtaydi.
bularni hozir ishlayolmaydi. Na bilimini yana dalsha davom ettira oladi. Faqat o'ziga yoki atrofdagi odamlarga tikib berishi mumkin. U ham maksimal ma'lum bir fasondagi kiyimlarni ishlaydi. Boyagi o'zi bizni o'rgangan, lekin hech kim hozir kiymaydigan fasondagi kiyimlar bor-ku, murakkabligi jihatdan masalan. Unaqa ishlarga o'tilmaydi va o'shani hisobiga bu esligingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun bizni qo'yadigan birinchi savol qanaqa? Bularni yoshida o'zi bichishi, ya'ni andaza qilishi o'rganish kerakmi degan savol bor. Biz birinchi shunga javob topa olishimiz kerak. Men o'ylaymanki, kerak emas bularni yoshiga hozir sxemalar bilan ishlab, andaza bilan ishlab bichishni o'rganish. Birinchidan aytganimdek qiyin, ikkinchidan zeriktiradi, uchinchidan o'rgana olmaydi. Nimaga o'rgana olmaydi? Aytganimdek, bu keyingi etap agar praktikaga ulanmagan bo'lsa, bularni shunchaki shablonaviy o'rganganini keragi yo'q. Men masalan sxema berib, daftar berib, tayyor andazalarni, formulalarni yodlatganim bilan ertaga bu tajribada ustida qayta ishlab, tajriba orqali tushunilmasa, bu hammasi esdan chiqib ketadi, foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun ham andaza mavzusiga o'tmaymiz bu qizlarimiz bilan. Faqatgina o'sha asosiy 2-3 sxemalarimiz bor, o'sha bo'yicha ishlaymiz. Hop, nimaga birovga kiyim tikishmaydi, faqat o'zingizga tikishadi. Hop, onajonlar qaranglar, birovga kiyim tikish bu alohida psixologiyada. Ya'ni siz bu yerda faqat kiyim tikishda emas, bu yerda muloqot bilan bog'liqda bu yerda ko'p narsa. Qizlarimiz hali kichkina bo'lgani uchun bo'ladigan emotsiyalar ham hali nima deydi, kichkinada, ular birovni xafa qilishni xohlashmaydi, hammani xursand qilishni xohlashadi. Birovga kiyim tikkaningizda siz uni maksimal xursand bo'lishini xohlaysiz-da. U kiyim tiktirayotgan odam sizga kiyim berayotganda uni hali yoshligini, uni hali praktikadagi o'quvchiligini hisobga olmaydi katta ehtimol bilan. Va arzimagan defektni shartta aytib yuborish ehtimoli ko'p. Aytaylik, men bu yerda mana qilib qo'yibsan, men bu yerda anaqa bo'lardi yoki men bu yerda yoqmadi. Bu hammasi qizlarga yomon ta'sir qiladi. Sizlar shuni tushuninglar. Qilgisi kelmaydi, hafsalasini o'ldiradi. Men shuncha qildim-ku deydi. Chunki bitta kiyimni tikishni o'zi emas, men bu yerda soatlab o'tirib qilishadi, uni bitta ninada ishlab chiqishadi. Uni orqasidagi mehnatni qizi o'zi biladi. Uni shuncha qilgan mehnatini bir og'iz gap bilan xuddiki bir tiyin qilgan xulosani oladi. Bu keyin ertaga ko'ngli sovib ketishiga olib keladi qizlar. Shuning uchun ham aytamanki, hech kimga kiyim tikma. U klient xoh ona bo'lsin, xoh opa bo'lsin, xoh xola, amma boshqalar bo'lsin. Onalar tanqid qiladi, ona faqat yaxshi bo'lsin deb tanqid qiladi-da. Ya'ni yaxshi tomonga o'zgargin tanqid qiladi. Lekin buni bolani tushunish masalasi bor-da, ya'ni qanaqa qabul qiladi buni. Ishi oxir bo'lgani uchun bola buni ko'p ham yaxshi qabul qila olmaydi. Shuning uchun aytamanki, sizlarning yoshinglarda o'zinglar eplashinglar bu yaxshi natija va shuni o'ziga kifoyalanib turamiz hozircha. To sizlarda o'sha boshqa odamlar bilan ishlash bilimi, bu ham alohida ilmda shakllanmaguncha, sizlar har xil etapdan o'tib ko'rmaguninglarcha, sizlarda yaxshi tajriba yig'ilmaguncha hozircha faqat o'zinglarga tikib turinglar. Chunki o'zinglarni kamchiliginglarni faqat o'zinglar ko'tara olasizlar. O'zinglarni ishinglardagi mayda-chuyda xatolarni o'zinglar kechira olasizlar. O'xshagan bo'lsa ham, o'xshamagan bo'lsa ham kiyib ketaverasizlar, chunki uni orqasidagi mehnatni faqat o'zinglar bilasizlar. Shuning uchun ham o'zinglar kiyaverasizlar deyman. Boshqa odam buni bilmaydi, buni xuddi birovga buyurtma bergandim, men bu yerda mana qilib qo'yibdi degan tarafdan qaraydi. Kamchiliklari ko'pincha uni ko'ziga katta bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ham boshqalarga kiyim tiktirmaslikka harakat qilaman. Lekin bu vaqtincha, xavotir olmanglar. Xudo xolasa, bular yaxshi tikuvchi bo'lib ketsa, xohlagan odamligisiga kiyim tikaverishadi.
Xo'p, endi yana yuqoridagi mavzuga qaytamiz. Ya'ni bu o'qish qachongacha davom etadi? Oxiri bormi? Aniq chegaralangan vaqti bormi yoki qanaqadir programma bo'yicha ketyapsizmi? Aniq определенный muddati bormi? Bular qanchada kishi oxirigacha o'rganishadi degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Oldin ham aytganman, aniq vaqt yo'q. Rostdan yo'q, men aniq vaqt qo'ya olmayman bularga. Aniq shuncha paytda tikuvchilikni oxirigacha o'rganadi deb ham sizlarga va'da bermayman yoki shunchada o'rganib chiqib ketadi ham deb aytolmayman. Chunki bu aytganimdek faqat menga yoki bizlarni o'tadigan metodikaga bog'liq emas. Agar katta gruppa bilan bo'lganda boyagi masala edi. Ha, biz gaplashamiz. Niyatlari jiddiy bo'lsa, agar jiddiy shu kasbga ketishmoqchi bo'lishsa, 1 yil dogovor qilinadi va biz va'da beramiz, agar ham aytganlarimizni qilishsa, oxirigacha mukammal o'rganib chiqib ketishadi degan va'dani beramiz. Lekin bu kichkina qizlarimga men unaqa va'da bera olmayman. Shuni to'g'ri tushuninglar. Xo'p, endi qatgacha davom, qachongacha o'qishadi? Faqat shunaqa kelib qatnab yuraverishadimi desanglar? Xo'p, qaranglar, onajonlar, meni o'zimni ham ikkita qizim bor. 13-17 yoshli ikkita qizlarim bor. Xuddi bularning yoshi teng edi. Va ona sifatida meni hozir birinchi nimada eng muhim muammoyim, masalan, ular kasb o'rganishi yoki ertaga oliygohga taylanish emas, ungacha bo'lgan etap bilan bog'liq. Ya'ni qanaqa qilib bularni bo'sh vaqtini to'g'ri band qilish. Men nima qilsam, bularni vaqti bekorga ketmaydi. Men bularni boshqa atrofdagi chalg'ituvchi narsalardan, aytaylik, telefon yoki boshqa narsalardan qanaqa qilib endi как-то himoya qila olaman degan savol bor-da. Nima qilsam, bular o'sha ertaga oliygohgacha, institut, universitetgacha bo'lgan etapga dostoyniy bo'lib yetib borishadi degan savol bor. Shu maqsad, shu savoldan kelib chiqib ham biz nima taklif qilyapmiz bu qizlarimizga? Xo'p, boya yuqorida aytdim-ku, agar bu sohani professional o'rganmoqchi, o'rganmoqchi, uning uchun nima qilish kerak? Institutga kirish kerak. Xo'p, endi institutga kirishini poylab o'tiramizmi? Masalan, oddiy mashinaga o'tirish uchun ham institutga kirishini poylaymizmi? Yoki oddiy kiyim tikish uchun ham mashinaga o'tirishini poylaymizmi? Degan savol bor meni o'zimda. Ya'ni tika oladi-ku kichkina paytdan. Mana 13-14 yoshli qizlar bemalol tikyapti-ku. Nega institutga kirishini poylaymiz? Kelinglar, shu kasbga bog'liq bo'lgan muhitni yarataylik va shu kasbda jiddiy ketmoqchi bo'lgan qizlarni yig'aylik va ularni hammasini bitta jamoaga yig'aylik va qizlar institutgacha bo'lgan davrgacha shu muhitda yurishsin. Kelishsin, mashina bilan ishlashsin, mashina bilan ishlashni o'rganishsin, o'zigisiga kiyim tikishsin, sxemalarni ko'rishsin, bichishsin, mayli tayyor sxemadan bo'lsa ham bozorga tushsin, material tanlashni o'rganishsin, fason tanlashni o'rganishsin, kleyka bilan ishlashsin, flizeli bilan ishlashsin, dublering bilan ishlashsin, qanaqa o'lcha olinadi, qanaqa primerka qilinadi, qanaqa kolleksiya qilinadi, qanaqa kiyim chiziladi, qanaqa tikiladi, kim nima tikyapti, unga yarashyaptimi, yarashmayaptimi, o'sha masalalarni sekin-sekin detalma-detal o'rganib borishsin, umuman shu atmosferada bo'lishsin va ertaga ular institutga borganida bularda tayyor bagaj paydo bo'ladi. Bu hamma tikkan ishligisi, men o'zingizga men aytaman, bekorga rasmga olinmaymiz-da hammasini. Yig'ib qo'yinglar hammasini bitta kanal ochib, o'zingizga tayyor portfolio bo'ladi. Ertaga любой joyga borganda men shu ishni misol uchun tikkanman, to'g'ri ustozim bichishga qarashib o'rganlar, lekin men o'zim tikkanman deyilsa, bu ularga tayyor portfolio bo'ladi. Shu paytgacha qilgan ishlariga. Bu yerga o'rgangan muhitdagi bilimlari ularga tayyor bagaj, tayyor keys bo'ladi. Ya'ni shuncha bilim bilan institutga borganda ular xudo xolasa institutni oldi bo'ladi. Chunki ularda shuncha tajriba bor.
ular shu tikuvchi dizaynerlik bilan bog'liq bo'lgan jarayonni deyarli 70% bilan tanish bo'lishadi. Mashinaga o'tqizsa, agar modelida farq bo'lmasa, muammo yo'q. Qizlarim xudoga shukr deyarli 100% mashina bilan ishlashni zo'r bilishadi. Mashinaga o'tqizsa mashina bilan, chizish bo'lsa chizish bilan, detallarni обработкасы bo'lsa обработкасы bilan, qaysi kiyimga qaysi detal ishlatiladi, qanaqa qilinadi, zamok, tumacha, boshqa hamma mayda mavzularni o'rganib borishadi. Xudo xolasa ertaga institutga kirganda u yog'iga nima qoladi? U yog'iga o'sha boya yuqoridagi aytgan, ya'ni yosh mas'uliyat bilan bog'liq degan narsalar bilan andozalar qoladi. Ularni modellashtirish, murakkab fasollar bilan ishlash, qiyin обработкаlar, ya'ni premium klassda ishlash borda, overlock ishlatilmasdan faqat astar bilan ishlash etaplari bor. O'sha etaplarni keyin yosh kattaroq bo'lgan, o'zi ham kattaroq bo'lgandan keyin institutda davom ettiradi. Ular institutga borib, voy mashinaga qanaqa qilib o'tiradi, o'zi qanaqa qilib bichadi, o'zi qanaqa ulanadi demaydi, chunki ularda bu haqidagi ilmlar bor. Ular endi masalan 10 ta mavzu bo'lsa, ichidan bir 7-8 tasini o'chirib tashlab, yo'q, men buni bilaman, menga mana bu kerak deb oldinga o'tib ketadi va eng qiyin joydan boshlaydi. O'ylaymanki, bu zo'r bo'ladi va ishonaman, agar xudo xolasa shunaqa baza bilan borishsa, institut oldi bo'ladi bu qizlar, xudo xolasa. Chunki bularda atrofidagi boshqa qizlarga qaraganda eng katta narsasi, ya'ni tajribasi bor. Va shuni ham bilinglarki, hech qaysi institut bizani sohamizdagi, hattoki Binkov ham yoki dizayn maktabi ham yangi qabul qilgan o'quvchisini mashinaga o'tkazib, mana asali mana bunaqa tikiladi mashina, mana bunaqa qayta ushlanadi, mana bu material bo'ladi deb o'rgatmaydi. Ularning metodikasi ancha boshqacha. Ular sizni shu jamoaga solib qo'yadi, ustozlarni qilib qo'yadi. Mana ustoz deydi, mana jamoa deydi, mana programma deydi, shu bo'yicha o'qiysan deydi. Agar tikuvchilik haqida ozgina ilmi bo'lmagan qizlar yoki tikuvchi tanishlari bo'lmagan qizlar shunchaki institutga kirib qolsa rosa qiynalishadi. Buni atrofimizda rosa ko'p ko'ryapmizda. Agar tanishi bo'lsa, uyda kimdir tikuvchi bo'lsa yoki o'zi shu sohani ichida, ya'ni shu muhit ichida katta bo'lgan qizlar bo'lsa eplab ketadi. Lekin begona muhitdan kelib birdan bu jamoaga qo'shilib qolsa, rosa qiynaladi. Ko'p bunaqalar atrofimizda. O'zi shu o'qishni ochishimizga sabab ham o'zi asli shu. Bekorga vaqtini o'tkazmasin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, to shu joyga borguncha tayyorlanib borsin. Ya'ni ungacha ham qilinadigan ishlar ko'pda. O'sha bilimlarni qisqa bo'lsa ham o'rganib boraversin degan maqsadda ochilgan. Endi sizlarda savol tug'iladi. Xo'p, shu muhitda bo'lsin deyapman, institutgacha baza bo'ladi deyapman. Xo'p, lekin bular hammasi pulga bog'liq-ku degan sizlarda savol tug'ilishi tabiiy. Ya'ni oyiga qancha pul to'layapmiz? Hammasi pulga bog'liq-ku, shuncha pul ketadimi degan savol tug'ilishi tabiiy. Xo'p, to'g'risini aytaman, boshqa variantimiz yo'q. Men ham ona sifatida boya aytdim, katta qizimiz Kembridjga boradi ingliz tiliga. 2,5 yildan beri boradi va endi natijasi 5,5-6. Va bu hali oxir emas, biz bilmaymiz hali yana qancha boradi. Ularga borib ham mana, sen shuncha oyiga 1 milliondan to'laymiz-da, oyiga shuncha olsan, menga определенный vaqt et, men bitgacha shuncha o'rganadi degan desak, u ham aytadi, bilmayman deydi. Ya'ni bolangizga bog'liq bu. Tortib ketsa, o'zida naqa bo'lsa tezroq o'rganadi, bo'lmasa kelaveradi deydi. Biz ham ota-ona sifatida shunga ko'nganmiz. O'ziga ham aytamiz, mayli shoshma, bitta levelda qayta bo'lsa ham o'qi, shoshma, yaxshi o'rgan, muhimi yaxshi o'rgan. Ortiqcha davleniya qilmaslikka harakat qilamiz, ya'ni senga shuncha pul to'layapmiz, shuncha o'qityapmiz, nimaga o'rganmayapsan, shuncha paytdan beri boryapsan degan savolni bermaslikka harakat qilamiz. Qo'ynimizni to'q qiladigan narsa uni o'sha muhitdaligi,
o'z atrofida o'ziga o'xshagan bolda qizlar bilan birgaligi, foydali ish bilan bandligi va mayli shoshmasdan, tez bo'lmasa ham sekin sekin lekin yaxshilab shu tilni o'rganayotganligi bizga yetarli. SIT ga boradi masalan, uni ham yozda 6 oylik dogovor bilan berganmiz. O'qituvchisi aytdiki, 6 oyda dedi, o'sha kerakli balni olib beramiz dedi. Yoziydi. Mana endi borib gaplashsak, aytyapti, yo'q, agar sizlarga deyapti, o'sha yaxshi ball kerak bo'lsa, yana martgacha kutamiz, martda topshiradi ochilganda deyapti. Ya'ni hozir hamma yoqda shunaqa demoqchiman. Bizda shunaqangi tanlov bo'lib qolyaptiki, bolani nimadir o'rganishidan ko'ra uni vaqtini bekor o'tmasligi, qaysi muhitdaligi muhim bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun ham bu tarafini ham hisobga olinglar. Men shu paytgacha shu sohani ichida yurganim uchun atrofimdagi shu sohaga kirmoqchi bo'lgan qizlar yoki ishlayotgan qizlar, ayollardan kelib chiqib, men faqatgina bu yoshdagi qizlarga shu variantni tavsiya qila olaman. Bilmadim, balki bordir boshqa yoqda boshqacha variant, qanaqadir oylik kurslar yoki boshqalar, yo'q shart emas buncha yurish, shunchada ham tikib o'rganib chiqib katta tikuvchi bo'lib ketsa bo'ladi degan balkim variantlar bordir. Lekin men uni bilmayman. Sizlarga tavsiya qiladigan variantim, meni qo'limdan kelgani shu. Marhamat, kelishsin, haftada bir marta tikuvchilikka mana kelishsin, bir marta dizaynerlikka kelishsin, etap o'rganib borishsin. U yog'ini o'zingizda harakat zo'r bo'lsa, bu yoqda sizlar ham qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa yaxshi natijalarga ergashadi. Keyin bizda shunaqangi keys ham bor, masalan, E'zozani ko'pchiliginglar bilasizlar, o'tgan yili bitirib ketgan qizimiz. Shu qizimiz menga kelganda 13 yoki 14 yoshda edi, kichkinaroq edi. Keldida kichkina gruppada o'qidi, где-то 2 yilcha o'qidi. Keyin ko'ryapman, tikishi zo'r. Aytganim hammasini qilyapti, tikyapti. Shunaqa jarayonga keldiki, уже bitta kiyimini 2 marta, 3 marta tikyapti, zerikayapti. Keyin men uni o'zini harakatidan, uyidagi bunga yaratilib berayotgan imkoniyatdan, ya'ni vazifa bersam, uyda sharoiti bor-da, kelishga sharoiti bor. O'shalarni hammasini hisobga oldimda, katta gruppaga o'tkazamiz dedik. Oyisi bilan gaplashdik, oyisi ham mayli dedilar. Endi biz katta gruppaga uni noldan boshlab 1 yilga o'tkazmadik, chunki biladi-ku ancha narsani. Shuning uchun sirazi adashmasam 6-oydanmi, 5-oydan o'tkazdik. Где-то 6 oycha o'qidi и полный diplom bilan chiqib ketdi. Bunaqa taraflari ham bor. Ya'ni qizlar mana boshida keladi, tikadi, u yog'iga o'zini ham imkoniyatlari oshadi, katta ham bo'ladi, o'sha tajriba to'planadi. Ma'lum paytga kelgandan keyin agar o'zidagi salohiyati yaxshi bo'lsa, uni shunchaki ushlab turish endi keragi yo'q, zeriktirib. Chunki yengillik bermasangiz, hozir bular shunaqa yengillik bermasangiz, tez zerikadi. Bo'ldi, nimaga endi yo'q, katta gruppaga o'tkazamiz, tez o'qisin, oxirgi plan bo'yicha oxirgi darslarni o'rgansin-da, diplom bilan chiqib ketsin. Bunaqa taraflari ham bor. Hozir mana bu kichkina guruhda ham 3-4 ta anaqa variantimizdagi o'quvchilar bor. Ularni onalari bilan gaplashib ko'ramiz, xudo xolasa, agar rozi bo'lishsa, mo'ljal qilib turibmiz bahordan ularni ham katta gruppaga olishga, agar uy vazifalarini ishlashga, mashinaga sharoiti bo'lsa, xudo xolasa shu 4 ta qizimizni katta gruppaga olamiz. Bular xudo xolasa Risolat bilan Robiya. Bu qizlarimiz yoshi 17 yosh, bulardagi boyagi mas'uliyat ancha yaxshi, o'sha rivojlanib olgan. Anaqa keyin bu yoqda Sabina bilan Dilnura bor, kichkina Dilnuramiz va katta Dilnuramiz ham bor. Bular bu ikkita o'quvchimiz yosh bo'lsa ham, lekin bizga anchadan beri kelishadi, deyarli 2,5 yildan beri kelishadi va ularda tajriba уже yetarli. Shuning uchun meni ko'zim yetadi katta gruppaga olishga. Endi katta gruppaga olganda ham bularni boyagi vaqt masalasini hisobga olib, darslarni juda qiyinlashtirmaymiz, ya'ni ikir-chikirgacha qiyinlashtirmasdan, yoshiga mosroq qilib, qiyin osonligiga qarab turib, imkoniyatidan kelib chiqib, ularga
osonroq vazifa berishga harakat qilamiz. Bu tarafi ham bor. Keyin men yana bitta narsani tushunishlarni xohlardim. Oldin mana bizadan katta onalarimiz paytida qanaqa bo'lgan, tikuvchilik, pazandachilik va hamshiralikni hamma qiz bilishi kerak degan fikr bor edi va bu asosli edi. Chunki xizmat ko'rsatish shakllanmagan bo'lgan va har bitta ayol o'zini uyida shu xizmatlarni bilsa, qila olsa o'ziga yaxshi bo'lgan. Shuning uchun ham bir sidra tikishga, bir sidra hamshiralikka va pazandachilikka o'rgatilganda qizlar. Va bu o'sha paytda to'g'ri edi bu fikr. Ya'ni o'sha paytda kerak edi, o'sha paytda to'g'ri edi. Hozir bu narsa ishlamaydi endi. Chunki xizmat ko'rsatish shu darajada rivojlanib ketdiki, hamma yoqda hamma xizmat turlariga variant ko'p va hamma yo'nalishda faqat mutaxassisligini kerak. Endi hozir shunchaki tikishib bilish, ya'ni просто mashinaga o'tirib tikish bilan siz hech kimni hayron qoldira olmaysiz. Endi odamlarga yangi fikr kerak, yangi g'oya kerak. Ishingizni ustasi bo'lsangizgina qiziq bo'lib qolgansizda, shunaqa payt bo'lib qoldi. Oldin qo'lingda nima bor deb so'rardi ishga borsangiz, hozir qo'lingdan nima keladi deb savol berishadi. Ya'ni sizdagi kreativlik, boshqalar ko'rolmayotgan narsani ko'rish, ya'ni boshqalar qilolmayotgan narsani qilish muhim bo'lib qoldi. Endi tikishni shunchaki bilish endi kerak emas hech kimga, agar mutaxassis bo'lmasangiz. Endi pishirishni shunchaki bilish kerak emas hech kimga, agar siz unga yengillik qilib boshqalarga o'xshamagan nimadir bermasangiz. Endi shunchaki ukol qilishni bilish bu hech kimni hayron qoldirmaydi. Hamma kasbni o'zini mutaxassisi qilyapti va shunga yarasha boyagi kasblar rivojlanib ketyapti. Konkurensiya shunaqangi kattaki, agar qizlarimizga qanaqadir kreativ fikrlashi, yangi g'oyalar yaratishi, yengilliklar qilishi, o'zini kasbida mutaxassis bo'lishi. Misol uchun, hamma sohadan ozgina emas, yo'q, aksincha, bitta sohadagi hamma narsani o'rgatmasak, ertaga konkurensiya ichida qolib ketishadi. Xabaringlar bor, men kecha o'tgan hafta forumga ham borib keldim. Ishonasizlarmi, ichida yoshi kattasi man desam ham bo'ladi. Ya'ni o'ttigi yoshli 18 yoshli qiz bilan o'tirdim. Andijonda o'quv markazi bor ekan, 4 ta. Shunaqa yoshli, shunaqa aktiv, shunaqa harakat qilishyapti, shunaqa ishlarni qilib tashlashyapti. Agar biz bolalarimiz ustida ishlamasak, ularni ozgina podдержка qilmasak, ertaga konkurensiya ichida qolib ketishadi. Bizani avlod-ku bu etapdan o'tdikda, o'rganmay, oxirigacha bormay bu etapdan o'tdik, lekin bizani bolalarimizga ancha qiyin bo'ladi. Chunki shu darajada temp baland, shu darajada konkurensiya katta, hamma soha rivojlanib ketyapti, hammasi. Agar aytganimdek bitta sohani oxirigacha yaxshilab ushlab, bor e'tiborini, fokusini qaratib o'rganmasa, ertaga raqobatchisi undan shunchaki o'tib ketadi-da. Men o'zim forumdan kelib, ikkita qizimni o'tkazib qo'yib, tarbiyaviy soat qildik. Ya'ni aytdim, faqat o'qish, boshqa variantimiz yo'q. Boshqachasiga yechim ko'rmayapman. O'zing ustida ishlamasang, vaqtni to'g'ri sarflamasang, sohangni mutaxassisi bo'lishga bor e'tiboringni bermasang, ertaga 9 yoki 11 bitirib, endi nima qilaman deyish bu juda katta xato bo'ladi. Nima qilsa ham o'shangacha qilib olish kerak bo'lib qolyapti-da hozir. Ya'ni majburmiz endi zamon bilan fikrlashishga, tendensiyalarni kuzatishga, o'zi nima bo'lyapti, qayerga ketyapti, nimalar kutyapti. Onamiz baribir bolalarimizga faqat yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun ham bu videoni qilaman. Ko'ringlar, maslahat qilib ko'ringlar, yana o'zingizlar gaplashib ko'ringlar. Yana bu narsalar faqat menga bog'liq emas, sizlar tomoniga podдержка menga juda ham kerak. Qizlarimiz bilan o'tirib, o'sha boshida aytganimdek, o'zi jiddiy ketmoqchimisan bu yo'nalishda, yoki balki yoqmayaptimi, balki sizlarni faqat zo'ringlar bilan kelayotgandir. Bu masalani gaplashib ko'ringlar.
qiziqtirishga harakat qilinglar. Yana kinolar bor sohamizga bog'liq, rosa ko'p birga ko'rsanglar bo'ladi. Birga kiyim olgani borsanglar bo'ladi. Masalan, so'ranglar, obraz yaratib ber menga. Nima bilan nima mos tushadi, nima bilan nima mos tushmaydi. Shunaqa masalalarda shunchaki aynan mana buni tikib ber deb emas, fikr masalasida ham fikr bo'lib, misol uchun menga nima yarashadi, nima yarashmaydi, shunaqa masalalarda gaplashib sizlar ham menga yordam bersanglar, xudo xohlasa qizlarimiz aytganimdek hammasi yaxshi. Ichida bir eplolmayapti deganim yoki tarbiyasi og'ir deganim, juda qiyin bu bilan ishlash degan qizimiz yo'q. Hammasini hushi joyida, hammasini aqli joyida. Qiziqtirsa, agar yaxshi o'rgatsa, hammasi qilyapti, xudoga shukur o'rganyapti. Bu masalada muammoimiz yo'q. Xudo xohlasa ertaga sizlarni ham meni ham yuzimizni yorug' qilishadi. Rahmat hammanglarga, vaqtinglarni oldim. Ko'ringlar, fikrlar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa, savollaringlar bo'lsa aytinglar. Birgalikda yechim qilishga harakat qilamiz. Rahmat.